Nogiron ko'rinmaydimi? Efirda-ku. Hozir efirdami? Ha? Qayda? Efirda mana. Har doimgidek qizlarni ulab o'tiribdi. Aktiv yo'q, ha? Ovqat yeb o'tiribdi. Aktiv yo'qmi? Tun 24 soat yo 500 ta odam bor. Tun 24 soat kirsiz ovqat yeb o'tirgan bo'ladi. Qo'yamiz. Farruh akamda tomog'idan ichiga tushib, prem orqa anal teshik ular. U birdan yeb chiqadi u. Efirda odamlardan pul so'rayapti. Nimaga? Shu bolaning barakasi yo'q. Shu bolada men baraka ko'rmadim akalar. To'g'risini aytsam. Mana yuziga ham aytganman, shu Farruhda bir baraka ko'rmadim shu bolada. Rostdan aytib baraka ko'rmadim shu bolada. Qachon qarama birovdan pul so'rab yuradi. Baraka ko'rmadim shu bolada. Nechta nimaga olib beradi? Menga birinchi jentr olib bersinlar. Men ayol kishiga mashina olib bermayman. Olib berasiz. Bolasiga nimadir olib berar ekan, bolasini ko'rsatdi efirda. Pul topadim o'zi Moskvaga. Mana hozir 220 aka plan yopdi aka. Mart oyida. Mana shu oy, yangi mart oyida. 20 million oylik oladi aka, lekin pul yo'q. Ishonasizmi? Pul yo'q aka, pul yo'q. 20 million oylik oladi hozir mana shu. Mart oyida plan qildi, aprelda mana 5-sida oylik tushadi ertadan keyin. 20 million pul oladi Farruh, nogiron. Lekin pul yo'q. Ko'rasizlar, shuni pul yo'q, pul bo'lmaydi u bolada. Ishoninglar, bir zapas pul ko'rmadim shu bolada. Yo'q. Hozir mana shu eng topgan oy mana shu bo'ldi, pamoy, mart, ha? Rekord qo'ydi. Ha? Hozir mana shu mart oyi 20 million pul topdi. Bir oyda Farruh. Endi bilmayman qayerga ketadi u pul oylik chiqsa. Nima qiladi, xuy o'znayt. 20 million oylik oladi. Daxotchi. Nimaga menga mashina olib bermadingiz? Daxotchi. Ha? Daxotchi. Iyda, gredi o'ynaydi, bilasiz-ku. 20 million oylik oladi. Endi bilmayman qayerga ketadi pul. Arashda aka. Hı? Nimaga mashina olib bermadingiz menga? Mashina kerak emas. Ha? Sabab? Men nimaga Farruhga mashina olib beraman? Meni otam menga mashina olib bermagan-ku. Farruhga nima men mashina olib berishim kerak? Ikkita akam turib. 20 million so'm. Nimaga men mashina olib beraman Farruhga? Aytaveraman-da men. Men o'zim pul yig'ib olaman. Unda mashina. Qara, zarachki kitobga qo'yaylik. Ushayman men bunday. Ushayman, bor obke. Bor. Eshitasizmi? Ha? O'zim pul yig'aman. O'zingiz nima qildingiz? Tepadami? Olib ketdingizmi? Olib ketmadim. Anami? Sug'urdim-ku mashinada. Qara, sug'urdim, tushdi qaygadir. Tez bu, 2% qoldi. Tez bu, qimilla. Mana. Qimilla, tez qimilla. Bo'lag'oy. Bo'lag'oy. G'ay, bo'lag'oy. G'oylamasdan gapiring. Shular tutdan testga yashayotgan odamga o'xshab. Soqollarni oldirishim kerak, sochlarni oldirishim kerak bilan. Tez 3 kun. Yangam nima ukol kelmayapti? Bilasan? Ukolga kelishga telefon qil. Onamga qil. Yangamga qil. Onamga qil. Onamga qil. Ovatdimi? Qo'yapti. Otgan Onamga pani o'chib qo'ying. Onamga telefon qil. Anaqa Qani o'chira? anaqani o'chib. Menikini ham o'chir. Telefon qil onamga, Mohish. Ona, yangam nima uchun kelmayapti ukolga deb. Tez telefon qilib ber. O, Shahnoz. Jalab bo'ldi-ki, yoshing 50 ga kirdi, xaromi?